Assalomu alaykum, hurmatli ishonchli obunachilari, kuzatuvchilari. Bugun 2026-yil 26-iyun sanasi. Xorazm viloyati Hazaras dehqon bozoridamiz. Hozir bu yerda tarvuz qovunlarni narxlariga bir ko'ramiz. Qovunlar necha puldan bo'lyapti kiloga? 7 ming so'm. Bu anavi qanaqasi? Obunovat. Obunovat bo'rikalla deyotgan bu 7 ming so'mdan kiloga sotyapti. Tarvuzlar o'zlarini mesni tarvuzlari, Xorazmda qovunlar ham mesni. Tarvuzlar kiloga qanchadan? 2 ming. Kiloga 2 ming so'mdan ekan. Optimga 1600 so'm bo'lyapti. Optimga 1600 ekan. Kelishib beramiz. Qovun narxlari bizaga qaraganda ancha farq qilar ekan, chunki bizada 3 ming, 3,5 ming so'm atrofida hozirgi kunda aeroportdan olib qovunlar, obunovat ko'rmadim hali. Tarvuzlar lekin deyarli mana shunaqa pul, bizda ham 1,5 ming so'm, 1200, 1300 bizda poliyadagilar shunaqa sotilyapti. Boshqa mevalar ham bor, bizga qaraganda ancha farq qilyapti. Tarvuz 2 ming so'm. Mazali, yupqa po'chak. Garantiyali. Kelimang. Chiqaring bozor. 38 oldu 2 saat. İkisi 38 ming so'm bo'ldi. Ha, kilosu. İkisi neçe pul bo'lgan shekillar? 20. 20 ming so'm bo'ldi. Tarvuzda 2 ming so'm yupqa po'chak. Bo'rikalla degan qovunlar ekan. 100 kilo chaqmoq. Qaylab ketadi. Qata o'tayotgan. Bittasini qarab beraman. 13 ming so'm beraylik. Bu kelgan olasan, bu kelgan kelaman. Hurmatli obunachilar, mana bu Xorazm Qo'rilgan oldi mana bu suvda. Xorazm cho'lida o'tyapmiz bu yerda. Katta maydonda suv ko'rdik. Menimcha bu Orol dengizi deb o'ylayapman. Oldin mana bu yoqqacha kelgan suv. Hozir endi orqaga ketgan. Juda ham katta joyda suv ko'rinib turibdi. Suv havzaga o'xshamaydi lekin. Juda ham katta gektar maydonda egallagan. Çıkar, aktarın çıkartma.